Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, biz Muxtasar Adab Islamiyya kitobidan darsimizni boshlagandik. Bugungi mavzumuz adab tahiyya, salomlashlik odoblari haqida bo'ladi. Salomlashlikning avvalambor hukmiga keladigan bo'lsak, shariatdagi hukmi, ba'zi ulamolar buni vojib degan, ya'ni farz degan, ba'zilar esa buni sunnat deyishgan. Yushro an yabda man laqiyahu bis-salami bi sifatihi shar'iyya. Musulmon kishi musulmonga yo'liqqanda shariatga muvofiq ravishda salom berishlik bilan gapini boshlashligi mana bu mashrudur. Mashru degani yo vojibga aytiladi yoki mustahabga yoki sunnatga aytiladi. Va yata'akkadu inda dukhulul bayt, va uyga kirayotganda yanada ta'kidliroq bo'ladi salom berishlik. Val afdalu assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Thumma assalomu alaykum va rahmatulloh, thumma assalomu alaykum. Afzali deyilyapti assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyin assalomu alaykum va rahmatulloh, keyin assalomu alaykum. Ya'ni eng kami assalomu alaykum deyilyapti. Lekin ba'zi ulamolar aytganki, afzali assalomu alaykum va rahmatulloh deb to'xtashlik. Chunki sizga alik olayotgan odam sizga undan da ziyoda qilib qaytarishlik uchun, ya'ni va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deb qaytarishlik uchun deyishgan, vallohu alam. ويسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير. Markabdagi kishi, ya'ni ulovdagi kishi piyoda ketayotgan o'tirganga, ozchilik ko'pchilikka, kichkina kattaga salom beradi. فإن كان الجمع كثيرا أو ظن أنه لم يسمع كرره ثلاثا. Agar bir jamoatda bir ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa yoki eshitmadi deb gumon qilsa, salomini 3 marta takrorlaydi. Wa yukrahu al-ibtida'u bi alaykas-salam, ya'ni alaykas-salam deb boshlashlik, alaykas-salam deb salom berishlik mana makruhdir. Wa man hayyahu bi tahiyyatin hayyahu bi ahsana minha aw raddaha kama hiya. Agar bir odam sizga salom beradigan bo'lsa, siz unga undan da yaxshi holatda, undan da yaxshi ko'rinishda unda javob berishligingiz yoki eng kamida unga o'sha qanday sizga salom bergan bo'lsa, o'sha shaklda javob berishligingiz mana bu mashru bo'lgan narsa. Ya'ni bir odam sizga assalomu alaykum desa, siz va alaykum assalom va rahmatulloh deb javob berishligingiz yoki kamida va alaykum assalom deb aytishligingiz mana bu shariat talab qilgan narsa. Fa in kanu jama'atan kafa an yusallima va yuradda wahidun. Agar bir jamoatga salom beradigan bo'lsa, o'sha jamoatdan bir kishi alik olsa nimadir, kifoyadir deyilyapti. Hammasi, ya'ni va alaykum assalom va rahmatulloh deb javob berishi shart emas. Bir kishi va alaykum assalom va rahmatulloh deb qo'ysa soqit bo'ladi. Va yuraddu ala salamil kafir bi qawli va alaykum. Kofir kishi salom beradigan bo'lsa musulmonga va alaykum deb javob qilinadi. Ya'ni unga va alaykum assalom va rahmatulloh deyilmaydi. Yustahabbu ifsha'us salam va ta'mimuhu ala man arafa va g'ayrihi. Bilgan bilmaganlar orasida salomni keng yoyishlik mana bu sunnatdandir. Va yusallimu ala sibyan. Demak, yosh bolalarga salom beriladi, xossatan ta'lim berishlik uchun, ularni salomga o'rgatishlik uchun. Biz tepada aytdik, aslida o'zi kichkinalar kattaga salom beradi, lekin juda kichkina bolalarga ta'lim berishlik uchun salom bersa bo'ladi. Va la yusallimu ala al-ajnabiyyati idza khafa fitnatan. Nomahram ayolga agar fitnadan cho'chiydigan bo'lsa, qo'rqadigan bo'lsa, salom berilmaydi. Xossatan yosh kelinlarga, yosh qizlarga salom berilmaydi, chunki bu salom bilan gap boshlab ketishi mumkin ikkita nomahramning orasida. O'shaning uchun bularga salom berilmaydi. Lekin agar yosh katta ayollar, onaxonlar, xolalar bo'lsa, bularga salom beriladi va o'zini mahramlari bo'lsa, masalan, mahramlari kim? Ammasi, xolasi, opasi, singlisi shunga o'xshagan, bularga salom beriladi. Va la yabtadi'ul kafira bis-salami. Fa in ihtaja hayyahu bi ghayri ka sabahi aw masa'il khair aw hadaka aw afakalloh. Kofirga birinchi bo'lib salom berilmaydi. Agar salom berishlikka zarurat bo'lib qoladigan bo'lsa, unga
sabohil xayr, masal xayr yoki hadakalloh va ahfakalloh deb aytiladi. Ya'ni o'zimiz tilda xayrli tong, xayrli kech, shunga o'xshagan yoki Alloh sizni hidoyat qilsin yoki ofiyatda qilsin deb aytiladi. Va shunga o'xshagan, masalan deylik, ruslarga aytish kerak bo'lsa, Rossiyada ishlayotgan odam bir rusni qo'lda ishlayotgan bo'lsa, endi shunga nima qanaqa qilib assalomu alaykum deyishligi joiz emas. Nima deydi? Privet deydi, здравствуйте deydi yoki bor Yevropa davlatlarida hello deydi. Shunga o'xshagan o'zlarining salomlashlik uslublarida salom beraveradi. Lekin assalomu alaykum va rahmatulloh deyishlik joiz emas. فإن كان في الجمع مسلمون وكفار سلم عليهم بقصد المسلمين. Agar bir jamoatning ichida musulmonlar va kofirlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir to'planib turgan alomonning ichida musulmonlarni qasd qilib salom berilaveradi. ولا يكون السلام بالإشارة إلا لعذر ومنه رد المصلي والسلام على البعيد مع اللفظ. Salom ishorat bilan bo'lmaydi, magaram uzr bo'lsa joiz. Xuddi bunga misol va minhu shundan deyilyapti. Namoz o'qiyotgan odam salom beriladigan bo'lsa, u nima qiladi? Alikini ishorat bilan oladi. Va uzoqdagi odamga salom berayotganda lafz bilan bo'lish kerak. Hatto o'zi eshitmasa ham talaffuz bo'lishi kerak. Faqat qo'l ko'tarib qo'yishlik o'zi kifoya qilmaydi, ya'ni talaffuz qilinishi kerak. Va takunul isharatu bil kaf. Ishorat esa kaft bilan bo'ladi. ولا بأس بالسلام على المشتغل بنحو صلاة وتلاوة قرآن لا قضاء حاجة. Namoz o'qishlik, Qur'on tilovat qilishlik bilan mashg'ul bo'lgan odamga salom berishlikning hech qisi yo'q deyilyapti. Lekin qazoy hojat qilayotganga emas. Ya'ni qazoy hojat qilayotgan odamga salom berilmaydi. Va yustahabbu an yakuna as-salamu ala taharatin. Salom berayotgan paytida pokiza bo'lishligi, ya'ni tahoratli bo'lishligi mana bu sunnatdir deyilyapti, lekin bu shart emas. Va man humila ilayhi salamun wa raddahu ala ba'ithihi wa hamilihi bi nahwi alayka wa alayhi salam wa la ba'sa bi raddihi ala ba'ithihi duna hamilihi. Agar sizga bir inson salom ayttirib yuboradigan bo'lsa, boshqa bir inson orqali, ya'ni o'sha salomni ayttirib yuborganga ham, salomni yetkazganga ham, sizga ham va unga ham salom berishlik, salom bo'lsin deyishlik mana bu sunnatdandir. Lekin faqat salom ayttirib yuborgan odamning o'ziga unga ham salom bo'lsin deb qo'ysangiz ham nima deyapti? Vala bas deyapti. Hech qisi yo'q deyapti. Vala yusallimu halal xutbati va man sallama la yuraddu alayhi lafzan. Xutba asnosida salom berilmaydi. Agar kimdir salom beradigan bo'lsa, unga lafz bilan javob berilmaydi. Ya'ni ishorat bilan alik olib qo'yilsa bo'ladi. Vala ba'sa bil ishorat deyiladi. Mana ishorat bilan alik olinsa hech qisi yo'q deyilyapti. Va sunnatu an yabda bis salami qabla kalam. Sunnatga muvofiq kalomdan oldin, gapirishlikdan oldin salom bilan boshlashlik, ya'ni salom berishlik. Vala yahillu hajrul muslim fawqa 30. Musulmonni 3 kundan oshiq hajr qilib qo'yishligi halol bo'lmaydi, joiz emas. Agar musulmondan ranjib qolsa 3 kungacha un bilan gaplashib yurishligi yoki salom bermasligi joiz deyilyapti. Chunki nimaga bu yerda zikr qilinyapti? Chunki bu salomga aloqador bo'lganligi uchun zikr qilinyapti. Wala yusallimu ala man fisquhu aw bid'atuhu mukaffiratun. Wa yusallimu ala ghayrihi illa idha kana yanzajiru bi tarkihi deyilyapti. Demak, bid'ati va fisqi mukaffiro, ya'ni kofir bo'ladigan darajasiga, kofirlik darajasiga boradigan odamga salom berilmaydi deyilyapti. Undan boshqasiga salom berilaveradi. Masalan, ravofizlar undan boshqasiga salom bersa bo'ladi. Agar magaram deyilyapti, o'sha siz salom bermay qo'ysangiz, o'sha bid'atidan, o'sha fisqidan qaytadigan bo'lsa, bularga ham salom bermay qo'ysa bo'ladi. Nima sifatida? Ta'zir sifatida. Va yusallimu inda mufaraqatil majlis. Majlisdan turib ketayotgan paytda ham salom berishlik mana bu ham mustahab, ya'ni sunnat amaldir. Mustahabbu an yusahiha man laqiyahu illa imra'ata ajnabiyata.
Ko'rishayotgan paytda, salomlashayotgan paytda qo'l berib ko'rishlik mana bu sunnatdir. Magaram bu nomahram ayol bo'lsa joiz emas. Ya'ni nomahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishlik joiz emas. Agar mahramlari bo'ladigan bo'lsa, mahramlari kim? Aytganimizdek, o'zini opasi, singlisi, xolasi, ammasi shunga o'xshagan va kazolar. Valil validi an yuqabbila walada. Demak, ota-onaga farzandini ko'rishayotgan paytda o'pishligi bu bor narsa. Va yajuzu taqbilul yad va ras min al-valid wal alim va nahvihima. Ota-onani, ahli ilmlarni, fazilat sohiblarini ko'rishayotgan paytda, salomlashayotgan paytda qo'lini, boshini o'pishlik joiz deyilyapti. Va la yajuzu al-inhina' inda tahiyya. Salomlashayotgan paytida egilishlik joiz emas. Egilishlik degani, ya'ni biz o'zimizda salomlashayotgan paytida ba'zida urfimizda bor. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, ozgina boshini egadi. Bu unga kirmaydi vallohu alam. Bunga qaysi holat kiradi desa, masalan o'zimizda ba'zi O'zbekiston diyorlarida yosh kelinchaklar boshqalarga salom berayotganda xuddi rukuga ketganda egiladi, boshini egadi. Mana shu ko'rinish vallohu alam shunga tushadi. Mana shu joiz bo'lmagan sifat. Va yukrahu al-qiyamu li shakhsin indaha illa idha kana li mulaqatihi va istiqbalihi. Bir kishi kelgan paytida, masalan bir majlisda o'tiribsiz, bir kishi kirib kelsa, shu kirib kelgan paytda o'rnidan turishlik joiz emas deyilyapti. Ya'ni bu olimlar o'rtasida biroz xilofli masala. Lekin agar o'zi safardan kelayotgan bo'lsa, uzoqdan kelyapti yoki siz uni o'zi kutib turgan bo'lsangiz, kelishiniga, unga marhaban, xush kelibsiz deb o'rningizdan turib ko'rishlik nimasi yo'q. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadisda, ya'ni Sa'd ibn Mu'adh kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytganlarga, "Qumu li sayyidikum", ya'ni sayyidingiz uchun turinglar deyilgan. Vallohu alam. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk.